Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Xudo xolasa navbatdagi obyektimiz Asaka tumanida joylashgan. Bitta obzorni qilib o'tamiz ichkarilarda. Bu yerimizga ro'paramizga ramka tushirib oy tushirganmiz. Xudo xolasa oy ustidan chiroyli qilib soatlarni ham qo'yib qo'yganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu tomonimizga bo'lsa ko'zgular tushirib berganmiz. Juda ham chiroyli chiqqan. Asosiy fasadimizning asosiy qismiga kartamira fasonini tushirib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa yaltirab, juda ham cho'tga chiqqan. Endi bu tomonlarga o'tadigan bo'lsak, bu yoqqa ikkita ramka tushgan. Bu ramkamizning ichiga chiroyli qilib ko'rka qishlardan terib berganmiz. Buni yaltirashini ko'ringlar. Yaltirash ko'zda o'radigan bo'lib turibdi. Xudo xolasa. Bu tomonimiz ham xuddi shunday. Uyda egasi bilan maslahatlashgan holda chiroyli qilib bitirib chiqarib berganmiz. Mana. Bu tomonimizga o'tadigan bo'lsak, uyimizning o'xshay qismi 440 kvadratdan tashkil topadi akalar. Mana fasonlarni ko'ringlar akalar, qanday go'zal turibdi. Bir xilda fakturalari bir xilda qilib yoyilgan. Bu yerga ham g'ish tushirib berganmiz. Oshxonamizning qismi bu yer. Xo'p, bu tomon orqa tomonga o'tish taraf. Bu tomonga ham 3 ta bunaqa chiroyli gullardan tushirib berganmiz. Atroflarini granit bilan chiroyli qilib o'rab berganmiz. Bu yoqqa yuradigan bo'lsak, mana bu yoqda ham xuddi shu holat. Ko'rishlaringiz mumkin. Ro'paramiz mana olovda shunday yonib turibdi. Xudo xolasa kimga shunaqa sifatli, chiroyli xizmat kerak bo'lsa, telefon qilasizlar, aloqaga chiqasizlar. Pastda nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Hammasini chiroyli qilib bitirib chiqib ketamiz. Xudo xolasa bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa hamma ishlarimiz chiroyli bitgan. Bu yerda mana Xo'shtog'am, assalomu alaykum Xo'shtog'a. Xudo xolasa mana Xo'shtog'amni uyda biz birga maslahatlashib hammasini bitirganmiz. Xo'shtog'a, biz haqimizda ozgina fikringizni aytib o'tsangiz. Biz mana uy qurib, uyimizga shu pardozlashga navbat kelganda, istadik, shu ularni endi telefondan, reklamadan topib chaqirdik. Ular kelib, ko'rib bizga shunaqa maslahat bilan ish qildik. Mana ko'rib turibsizlar, o'zi ko'ryapti buni. Gapirib maqtashda hojati yo'q. Juda ham qo'li gul, yaxshi ustalar ekan. Juda ham yaxshi, yengil ish qilishdi. Maqtov qancha maqsad arziydi. Rahmat. Qo'lidan ko'rmasin. Agar sizlarda ham shunaqa pardozlaydigan joyinglar bo'lsa, mana shu ustalarga bir murojaat qilishni maslahat beraman. Katta rahmat Xo'shtog'a, umringiz uzoq bo'lsin, uzoq yashang Xo'shtog'a. Sizga ham katta rahmat, sog' bo'ling.